Allohni tanidingmi? Rahmatini bildingmi? Adolatini, lutfini, senga bo'lgan muhabbatini bildingmi? Da'vatini tushundingmi? Agar bularni bilgan bo'lsang, boshqalardan behojat bo'lasan. Agar Allohni tanigan bo'lsang, unga iqbol qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, istig'for etasan. Agar uni tanigan bo'lsang, unga tavba qilasan. Agar uni tanigan bo'lsang, suyanasan. Agar uni tanigan bo'lsang, mahzun bo'lishing mumkin emas. Agar uni tanigan bo'lsang, baxtli bo'lasan. Chunki qalbida chin iymoni bor odam dunyoda baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Har qancha musibat ustingga kelmasin, bu ham o'tib ketadi. Musibating tugamasa sen tugaysan, sen ketasan. Allohning huzuriga borasan. Sening iymoning bor. Haqiqiy iymoni bor odam dunyoda mahzun bo'lishi, baxtsiz bo'lishi mumkin emas, birodar. Bir yosh yigit harbiy xizmatga bordi. 1 oy 2 oy xizmat qilgandan keyin otasi general. Shu harbiy qismning generali. Endi serjant unga do'q bo'lsa qilyapti, qo'rqityapti. Endi shu bola o'tirib olib yig'ilab, xavotirga tushdi, aqldanmi? Agar qo'rqib xavotir olayotgan bo'lsa, bitta serjantdan, demak otasini tanimas ekan kimligini. Chunki harbiy qismni kattasi kim edi? Shu generalmi, shuni otasimidi? Demak otasini tanimabdi bu odam. Seni biroq qo'rqitsa qo'rqma. Biroq va'da bersa ishonvorma. Biroq tushkunlikka tushsa qo'rqib ketma. Chunki bu olam kim qo'lida? Allohni tanigan odam birodan qo'rqmaydi, birodan umid qiladi. Kim aytgani bo'ladi? Kim aytgani bo'lyapti? Qo'rqmang birodar, xotirjam bo'ling. Dada, tuya 1 tanga bo'pti, bitta tilla tangaga tuya berar ekan desa, bolam qani o'sha tanga deyapti. Yo'q-da. Oradan 1 yil o'tdi, dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti desa, mana tanga bo'ldim deyapti. Ya'ni 1 yildan keyin tuya minish yozilgan, 1000 tanga bo'lsa ham minasiz. 1 yil yo'qmi minishingiz? Minmaysiz. Ma'qulmi? Kim aytgani bo'ladi? Hasan Basriydan so'rashdi. Bunaqa bir martaba, maqomga qanday erishdingiz? 2 ta narsa bilan deb javob berdi Hasan Basriy. Odamlarning dunyolaridan behojat bo'ldim, odamlar mening ilmimga muhtoj bo'lishdi. Basra ahlidan so'rashdi. Shaharlardagi eng boy odam kim? Hasan deyishdi, Al-Basriy rahimahulloh. Nimasi bilan boy deganida, uning ilmiga hamma muhtoj, lekin u hech kimga muhtoj emasdi. Uni azizligi iymoni bilan. Birodarlar, oxir zamonga kelib amirlar, mansabdorlar olimlarning ilmiga muhtoj bo'lmay qo'yishadi. Vaholanki ana shu amirlar olimlardagi bu ilmga muhtoj edi. Shu bilan birodarlar, millatlar, xalqlar, ummatlar tubanlikka yuz tutadi. Abbosiylarning ulug' xalifalaridan bo'lgan Ja'far al-Mansur. Mana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi davridagi xalifalardan. Xalifa Abu Hanifaga aytayapti: "Bizni ziyorat qiling, huzurimizga tashrif buyuring." Imom nima deb javob berdi? Nima uchun sizlarni ziyorat qilishim kerak? Sizlarda meni hojatim yo'q. Sizlarda faqat sizlarda ehtiyoji bo'lgan odamlar ziyorat qilishadi. Agar siz menga ikrom ko'rsatsangiz, meni fitnaga solib qo'ygan bo'lasiz. Agar oldingizga borganimda meni o'zingizdan uzoqlashtirsangiz, meni xorlagan bo'lasiz. Avvalgi davrda amirlarning, sultonlarning eshintagiga bormagan olimlar o'shuning uchun aziz bo'lgan. O'shuning uchun gap o'tgan. Keyingi davrlarda bu narsalar ozayib ketdi.